Bu peshonaga mo'ljallangan, issiqliklar chiqqan paytida tushiradigan, sovuqotgan paytda qizdiradigan mahsulot ekan. Misol uchun qizdirish kerak bo'lsa mikrovolkaga qo'yasizlar, qiziydi. Misol uchun sovuqotgan bo'lsangiz, betingizga qo'ysanglar, misol uchun achchoqqa ham oladi. Madaniylar masalan shamollasa yoki bo'lmasam isib ketadigan bo'lsa, misol uchun har kuyga sola olasizlar bu narsani, har kuyga. Hozir sovutyapti. Mana buni qo'ysanglar ham sovutyapti. Mikrovolkaga qo'ysanglar, lekin qizdirayotgan aytishligi bo'yicha. Lekin mahsulotni o'zi menga yoqdi. Bu ko'rayotgan narsalar Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport qilinar ekan. Firmani o'zida misol uchun ancha klientlari ham bor ekan shu bilan. Keyin yana bitta narsani ko'rsatib o'taman. Ichida qaranglar, qanaqa yana dumaloq narsa bor, asabiylarni ham tinchlantiradi. $1.5 Endi $1.5 $3-4 mana mana shu mahsulotni olasizlar. Xullas, rangini ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Bunaqa rang qilib berasizlarmi, oranjiy, xohlagan rangiga ham qilib berar ekan zavod tomonidan. Shunaqa deyishyaptim. Meditsinskiy ko'rinishda ko'rsatib ham qo'ygan. Keyin yana bitta narsani sizlarga ko'rsatmadim. 50 sent bitta zo'r narsa bor ekan. Mana buni qaranglar. Bu narsa bitta narsasi yaxshi ekanki, misol uchun bu joyi orib qolgan payti senzordan bitta sindiriladi, chaqir chiqib qilib bitta qo'ygan payti muzlatar ekan. Bu misol uchun shikastlarni oldini olish uchun mo'ljallangan mahsulot ekan. Narxi 50 sent ekan. Kimga shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, bemalol misol uchun olsangiz bo'ladi. Bu narsaga sertifikat kerak yo'q. Bemalol dorixonalarga qo'yib sotsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa tanishlarga olib borib, misol uchun belgilarni olib qo'yib bemalol qo'yishingiz mumkin. Xullas shunaqa gaplar, kim kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqasiz.